Assalomu alaykum barchaga. Messenger jamoasining SIT mavzulari loyihasi 2-qismi davom etadi. Bugun sizlar bilan 5-8 mavzularni ko'rib chiqamiz. Har bitta mavzuga 3 tadan oson, o'rta va qiyin darajadagi misollar yordamida qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Loyihaning asosiy maqsadini yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Loyihaning asosiy maqsadi bir hafta ichida SITning barcha mavzularini o'rgatib qo'yish emas. Asosiy maqsadimiz SITning barcha mavzulariga doir bittadan oson, o'rta, qiyin darajadagi misollarni ko'rib, umumiy tushuncha paydo qilish. Ya'ni SIT bo'yicha o'zbek tilidagi qaysi mavzularni yaxshi o'rganish kerak, o'zbek tilidagi qaysi mavzulardan qanday darajadagi savollar tushishi haqida qisqacha ma'lumot paydo qilish. Demak, biz 2-qism loyihamizni boshlaymiz. Misollar yechimini boshladik. Kecha 4 ta mavzu ko'rgan edik. 4 ta mavzuning har biriga 3 tadan 3 xil darajadagi qiyinchilik darajasidagi misollar berilgan edi. Birinchi misoldan boshlayman. Oson misoli. Savolda aytayaptiki, which equation, qaysi tenglama? Bu yerda kalit so'zlarimiz equation bilishimiz shart bo'lgan so'z, no solution, yechimga ega emas. Qaysi tenglama yechimga ega emas degan savol. Birinchisini o'ng tomonni soddalashtiradigan bo'lsam, 3x minusdan 3 ga teng bo'ladi. Tenglamani yechimga ega bo'lmasligi sharti K1 teng bo'lishi kerak K2, ya'ni parallel bo'lishi kerak. B1 teng emas B2. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchi tenglamada K'lari ham B'lari ham teng bo'lib qoldi. Ya'ni bu cheksiz ko'p yechimga ega. Buni olmaymiz javobga. B javobda. O'ng tomonni qavsini ochadigan bo'lsam, 3x plus 3. Chap tomonni qavsini ochadigan bo'lsam, 3x minus 3. Mana shu tenglama yechimga ega emas. Sababi K'lari teng, K1 teng ekan K2 ga, B1 teng emas B2 ga. Cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish shartini qanoatlantiryapti. To'g'ri javob B. O'rta darajadagi misoliga qaraydigan bo'lsak, equation above, yuqoridagi tenglama true, to'g'ri, all, barcha x katta 2 lar uchun. Bu yerda r va t lar pozitiv konstanta, musbat o'zgarmas sonlar. What is nimaga teng? R t ni qiymati. Savolda aytayaptiki, r ko'paytirilgan t ni qiymatini topishim kerak. Xo'p, birinchi tenglikka umahraj beradigan bo'lsam, umahraj ikkalasining ko'paytmasi x minus 2 ko'paytirilgan x plus 5. Bunga x plus 5 tadan, mana bunga x minus 2 tadan. Ko'paytiradigan bo'lsam, 2x plus 10 qo'shilgan 3x minusdan 6. 5x plusdan 4. Taqsim mahrajning o'zi o'ng tomonda rx plus t taqsim mahraj. Ikkalasining mahrajlari bir xil, mahrajlarni tashlab yuborsam bo'ladi. Demak, suratlari teng bo'lishi kerak. Moslik o'rnatadigan bo'lsam, bu yerdan ko'rinib turibdiki, r ning qiymati 5 ga teng, t ning qiymati 4 ga teng. Bizda aynan ko'p mana shu ikkalasining ko'paytmasi so'ralgan. 20 degan javob, to'g'ri javob C. Uchinchi misolga o'tadigan bo'lsak, so'rayaptiki, given equation, berilgan tenglamada C konstanta, o'zgarmas son. If, agar equation tenglamamiz no solution. Ana bu kalit so'z. Yechimga ega emas, ya'ni bo'sh to'plam bo'lsa, what is nimaga teng? C ning value. Value qiymat. C ning qiymati bizdan so'ralgan. Hop. Endi qavs ochadigan bo'lsak, qavs ochib ko'paytiraman. 8 ta s taqsim 5 x plusdan 24 taqsim 5 teng 4x minus 3. Tenglama yechimga ega bo'lmasligi uchun K1 teng bo'lishi kerak. K1 teng K2, B1 teng bo'lmasligi kerak B2 ga. K'lari tenglayman. 8 ta s taqsim 5 teng bo'lishi kerak 4 ga. Bundan sening qiymati 5 taqsim 2 bo'lishi kerak. To'g'ri javob D. Ikkinchi mavzu. Hop, ikkinchi mavzu bo'yicha oson savoli. Function f funksiya define aniqlangan by orqali. Mana shu ko'rinishda aniqlangan. Bizdan so'ralyaptiki, what is nimaga teng? Y coordinate, y ning koordinatasi mana bu kalit so'z. Y intercept, ya'ni y o'qi bilan kesishish nuqtasining y ning koordinatasi nimaga teng? Fx funksiyada. Ya'ni so'ralayotgan narsa f0 bizdan so'ralyapti. F0 ni hisoblaydigan bo'lsam, x ning o'rniga 0 qo'ysam 28. Yopiq savol bo'lganligi uchun
Buni shunchaki javobini yozib qo'yamiz. 28 ga teng. Ikkinchi savol chiziqli funksiyaga doir mavzu edi. Ikkinchi mavzuyimiz linear function f. Linear function chiziqli funksiya f va uning grafiki x y tekislikda as ega ekan. Slope mana bu kalit so'z. Slope 2/3. Ya'ni burchak koeffitsiyenti 2/3 ga teng. Passes through bu ham kalit so'z. Orqali o'tadi. Nima orqali o'tadi? 6/5. Demak, qanaqadir a nuqta bor ekan, 6/5 nuqta orqali o'tadi. To'g'ri chiziq tenglamasi y teng. Burchak koeffitsiyenti 2/3 ko'rganligi uchun 2/3 plus b. Mana shu nuqtadan o'tganligi uchun joyiga qo'ysam bo'ladi. Y ning o'rniga 5, 2/3 ko'paytirilgan x ning o'rniga 6 plusdan b. Bundan b ning qiymati 1 ga teng. To'g'ri chiziq tenglamasi y teng 2/3x plus b. To'g'ri javob b. Uchinchi savol qiyinroq bo'lgan bitta misol. Jadval berilgan. Tarjima qila olsak, aslida bu ham qiyin emas. Table show yuqoridagi jadval show ko'rsatadi. 3 value 3 ta qiymatini x ning 3 ta qiymati va unga mos y ning 3 ta qiymati. O'zi kirish so'z odatda biz yopiq quruq so'zlar bilan bu yerni tarjima qilmaymiz. S bu yerda konstanta soni. S o'zgarmas, bitta konstanta soni. There is bu linear relationship. Mana shu bizda kalit so'z. Linear degani chiziqli. Linear chiziqli. Ya'ni chiziqli relationship bog'lanishni ifodalaydi. X va y chiziqli funksiya ekan. Chiziqli bog'lanish demak kx plus b deb yozib olaman va mana bu ikkita nuqtasi bor. Joyiga qo'yaman. Y ning o'rniga 16 ni qo'yaman, x ning o'rniga minusdan s, ya'ni minusdan k ko'paytirilgan s plusdan b bo'ladi. 8 ni qo'yadigan bo'lsam, x ning o'rniga s ni qo'yaman. K ko'paytirilgan s plusdan b. Sistema. Ikkalasini qo'shaveradigan bo'lsam, 24 teng 2 ta b. B ning qiymati 12. B topildi. Demak, y teng kx plus 12. Endi o'sha s mana bu bitta nuqtani olib qo'yaman. B topilsa, xohlasam bu yerga borib qo'ysam bo'ladi. Tepaga borib qo'yay, yana bitta nuqtani qo'yib o'tirmasdan. Mana birinchi tengni bo'lib olib borib qo'yaman. 16 teng minusdan k ko'paytirilgan s, b ning o'rniga plusdan 12. Demak, bundan s ning qiymatini aniqlasam, minusdan 4 bo'ladi. K ning qiymatini o'zi. K ning qiymatini aniqlasam, minusdan 4 taqsim s ga teng. Hop, k ham b ham topildi. Demak, funksiyani tuzadigan bo'lsam, y teng minusdan 4 taqsim s x plusdan b ning o'rniga 12. Ikkala tomonni s ga ko'paytirsam, s y plusdan 4 ta x teng 12 ta s degan javob. S y plus 4x teng 12 ta s. Bizga demak b javobda turibdi. 4x plus sy teng 12 ta s. Shunchaki chiziqli funksiyani topishga doir. Uchinchi mavzuni oson savol. Tenglarlar sistemasi berilgan. Birinchi gap kirish gap. Odatda biz yopiq quruq so'zlar bilan buni tarjima qilmaymiz. Siz qo'yamiz ustiga. Shunchaki berilgan, biz ko'rdik. A konstanta, ya'ni o'zgarmas son. Savolni o'qisak bo'ldi. Savolning ichidan bitta kalit so'z topishimiz kerak. Chiziqli tenglamalarda nima bo'lishi mumkin? Has infinitely many solutions. Mana bu yerda kalit so'z. Ega ekan infinitely cheksiz, many ko'p, solution yechim. Cheksiz ko'p yechimga ega ekanligi. Mana shu joyini tarjima qilsangiz bo'ldi. Qolganini bemalol tushunasiz. Chiziqli yechimga ega bo'lish sharti. 2 taqsim a ning qiymati 1 taqsim 3, bu ham 8 taqsim 24. Mana shu nisbatlar o'zaro bir-biriga teng bo'lishi kerak. Bundan a ning qiymatini topadigan bo'lsam 6 ga teng. Ikkinchi savol. Funksiya berilgan, funksiyaning grafigi berilgan. Graph of function f. F funksiya shown, ko'rsatilgan. X y tekislikda above. What value of x? X ning nima qiymati uchun fx ning qiymati maksimum bo'ladi. Ya'ni x ning nima qiymatida fx funksiyamiz x maksimum o'zining maksimumida bo'ladi.
o'tning maksimumida mana shu nuqtada maksimumdamiz. O'shandagi x nimaga teng? 1. Ayni mana shu narsa bizdan so'ralyapti. Demak, to'g'ri javob C. Uchinchi savol. E'tibor beramiz. Each real number r. Har bitta r haqiqiy son uchun which of the following quyidagilarning qaysi biri point. Quyidagi nuqtalarning qaysi biri lie. Mana shu kalit so'z lie yotadi grafikida each har bitta tenglamaning grafikida. Bu degani sistemani qaysi nuqta qanoatlantiradi demoqchi. Shunchaki joyiga qo'yib ko'ramiz. Har bitta nuqtani. X ning o'rniga r ni qo'ysam, 2 ko'paytirilgan r qo'shilgan 5 ta y teng 3 ga. Bundan y ning qiymatini topadigan bo'lsam, minusdan 2 taqsim 5 hop y r plyusdan 3 taqsim 5. Demak, r bo'lganda bular qanoatlantirma. A javobim, B javobim chiqib ketdi. Chunki y ga umuman boshqa narsa chiqdi bizda. D javobni endi tekshirib ko'ramiz. D javobni. Y ning o'rniga r ni qo'ysam nima bo'ladi? 2 ta x plyusdan 5 ko'paytirilgan r teng 3 ga. Endi hop bundan x ni topadigan bo'lsa, x teng minus 5 taqsim 2 ta r plyusdan 3 taqsim 2. Mana haqiqatdan x ko'rsatilgan javobdagi x bilan bir xil bo'ldi. Demak, javob D. To'rtinchi mavzuga doir birinchi savol. Oson misoli. What is nimaga teng? Solution set. Yechimlar to'plami. Yechimlar to'plami. Nimani? Equation. Tenglamani above yuqoridagi tenglamani yechimlar to'plami nimaga teng? Shunchaki javoblardan foydalansam ham bo'ladi. Faqat 7 hamda -2 degan yechimlar bor. O'zi 2 ham qanoatlantirmaydi. Faqatgina bu yerda x teng 7 tenglamani qanoatlantiradi. Kvadratga ko'tarib topib o'tirish ham shart emas bu savollarni. B javob. Keyingisi o'rta darajadagi misoli. Bezuq teoremasiga doir savol. Agarda Px mana shu ko'pxatimiz berilgan. Px ko'pxat divisible karrali bo'ladi deyapti. Karrali divisible karrali by ga which of the following quyidagilarning qaysi biriga karrali bo'ladi? Bezuq teoremasidan foydalanamiz. Karrali bo'lish uchun mana bularni 0 ga aylantiradigan qiymat, uni ham 0 ga aylantirish kerak. Har bittasini 0 ga tenglasam, bu yerda x teng 2 degan yechim chiqadi. X1. Bu yerda x2 teng 1, x3 deb belgilasam minusdan 3 degan yechimlar chiqadi. Endi men hisoblayman. P2, P1 hamda P minusdan 3. Mana shularni hisoblayman. Qaysi biri 0 bo'lsa, demak o'shanga karrali bo'ladi. P2 ni qo'yadigan bo'lsam, 2 ning ko'pi 8, 12 minusdan 2 ni qo'ysam 10, plyusdan 3. 0 dan farqlimi? 0 dan farqli demak, x minus 2 ga karrali emas. 1 ni qo'yadigan bo'lsam, 1 plus 1 minus 5 plyusdan 3. 0 ga tengmi? Demak, bunga karrali. 2 ni olamiz. Minus 3 ni qo'yadigan bo'lsam, minusdan 27 plyusdan 9 plyusdan 15 plyusdan 3. Bu ham to'g'ri. Bu ham x plus 3 ham unga karrali bo'linadi. Demak, faqat 2 bilan 3. C javob. Uchinchi by orqali mana bu ko'rinishda. Endi x bizda bor, abclar konstanta o'zgarma sonlar ekanligi bor. Odatda bu joylarni biz tarjima qilmaymiz. Bizdan nima berilyapti? Kalit joyi qarang, nima deyapti? Pximiz qaysi sira orqali o'tadi? Point nuqtalar. Mana shu nuqtalar orqali o'tishi bor. Bundan xulosa mana shu nuqtalarni qo'ysam, joy-joyiga qo'ysam bo'ladi. Y ning o'rniga 30 ni qo'yaman. X ning o'rniga -6. -6 ni qo'yadigan bo'lsam, 1 minus b. -6 ni qo'yadigan bo'lsam, -1 ning kvadrati 1 minus c bo'ladi. Endi 342 0 nuqtani qo'yaman. 342 deyman. 0 ni qo'yadigan bo'lsam, 6 a ham bor ekan, mana a. 0 ni qo'yadigan bo'lsam, 5 kvadrati 25 minus b, 25 minus c bo'ladi. Bizda mana shu narsa berilgan. So'ralayotgan narsa p minusdan 10
plyusdan p minusdan 4. Mana shu narsa so'ralgan. Endi joyiga qo'yib ko'raman. P minus 10 nimaga teng bo'ladi? X ning o'rniga minus 10 ni qo'yadigan bo'lsam, qarang nima bo'ladi? A minus 10 plus 5. Minus 5 ning kvadratimi 25. Minusdan b mi? Keyingisiga ham qo'ysam, bu ham 25 minus c bo'ladi. P minusdan 4 ni hisoblasam nima bo'ladi? A minus 4 ni qo'ysam, 1 ning kvadrati 1 minus b 1 minus c ga teng bo'ladimi? E'tibor bering, bizga berilgan narsaga bir xil bo'lib qoldi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, p minus 10 qo'shilgan p minus 4 aynan mana bu yerda berilgan 30 plus 342 ga teng ekan. Ya'ni 372. Yop, savollar joyiga yozib qo'yamiz. 372 deb. Misollarni tugatib olik. Hop, o'ylaymanki, tushuntirib bera oldim. Faqatgina e'tibor berasizlar, tarjima qoidalari, misollarni so'zlari birontasini ustiga yozmayapman yoki tarjima qilmayapman, lekin yopiq guruhda har bitta so'zni ustiga yozaman. Har bittasi qanaqa tarjima qoidasi, qayeri tarjima qilinmaydi, har bittasi aytib o'tiladi. Hozir loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad har bitta mavzuga 3 ta misolni tezroq ko'rsatib ketish, ya'ni o'sha mavzu haqida tushuncha paydo qilish. O'ylaymanki, loyihani har bitta darsini ko'rib borasiz, 6 kun davomida SAT haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Xo'p, bugun ikkinchi darsni boshlaymiz. Ikkinchi darsda ham siz bilan ko'rishamiz. Agar YouTube'da videoni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, oxirigacha yetib keldingiz, bitta like hamda izoh sizdan kutib qolaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat.